Vena ichiga inyeksiya qilish maqsadida ignani noto'g'ri yo'naltirish aynan mana shu nervlardan birini zararlashini hisobiga qo'lni pastki qismidagi harakat va sezgini buzishi mumkin. Oldingi videolardan birida muskul orasiga noto'g'ri inyeksiya qilish va uning asoratlari haqida aytib o'tgan edim. Aynan shu holat vena ichiga inyeksiya qilish maqsadida ignani noto'g'ri yo'naltirish natijasida ham kelib chiqishi mumkin. Vena ichiga eng ko'p inyeksiya qo'lni aynan mana shu sohasida bajarilib, odatda ushbu nervlar teriga nisbatan chuqur joylashadi. Shuni inobatga olgan holda ignani 25 daraja burchak ostida yo'naltirish tavsiya etiladi. Agarda igna noto'g'ri yo'nalishda yo'naltirilsa, ushbu nervlarni zararlashi natijasida qo'lni harakat va sezgi faoliyati buzilishi yuzaga keladi. Mana shunday asoratlarni kelib chiqishini oldini olish uchun albatta bunday muolajalarni bilim va ko'nikmaga ega bo'lgan inson bajarishi shart. Boshqalarga ham foydali bo'lishi uchun videoni ularga yuboring. Kerakli ma'lumotlarni kuzatib borish uchun obuna bo'lishni unutmang.